ota-onamizni ziyoratidan ulug' ziyorat yo'q akalar. Ana shu hayotimizdagi eng oliy ziyorat ota-onani ziyorati. Ota-onadan uzoqda tursangiz, ro'zg'oringiz, uyingiz alohida bo'lsa, tez ota-onani oldiga boring, ziyorat qiling. Ota-onani oldiga borib ziyorat qilishdan ulug' ziyorat yo'q azizlar. Solih farzand ota-onasiga mehr bilan qarasa, Alloh uning har bir nazariga bitta mabrur hajning savobini bitadi deb Rasululloh aytdilar. Shunda sahobalar agar bir kunda 100 marotaba qarasa-chi deb so'rashganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ulug'dir va yaxshiroqdir deb marhamat qildilar. Mana shu Rasulullohni ularning savoliga bergan javoblari, ya'ni Alloh ulug'dir va yaxshiroqdir degan javoblarini ulamolar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota farzandiga qarasa va xursand bo'lsa, shu sababli farzand qancha bitta ajr, bitta hajning savobiga ega bo'lyapti. Mana shuni sharhida Alloh ulug'dir va yaxshiroqdir degani, Alloh taolo bandasini 100 marta qaraganda 100 ta mabrur hajning mukofoti bilan mukofotlashdan ulug'dir. Allohning zarracha mulkidan, azamatidan kamayish bo'lmaydi. Demak, Alloh taolo bandasiga yana shuncha ajr berishi muqarrar deb Rasululloh marhamat qilganlar.